Chaqonkalarim, yana bir masala bo'yicha aytib chiqmoqchiman. Qizlarjonlar, qaranglar. Har doim izlagan imkon topadi. Chillasi chiqmaganam, hali 1 yoshga to'lmaganam, shu chillasi chiqmagan, 1 yoshga to'lmagan bolajonlar bilan ham, bolajonlari bor ayollar ham izlab imkon topib kelib o'qishyapti. Qanaqa? Onajonlariga tashlashyapti, qaynonasiga tashlashyapti, yokida yanka chaqirishyapti, yokida yana nimadir yo'lini qilishyapti, ilm olishyapti qizlarjonlar, bilim olishyapti. Endi men nima demoqchiman? O'sha qizlarimizni mana hozir o'sha farzandlari kichkinaligida boshlashdi. O'sha qizlarimizni ishonasizlarmi, qanaqa zo'r yutuqlarga chiqishgan. Shu qizlarimiz kichkina chaqaloqlar bilan o'qib, imkon topib, o'qib, bahona qilmasdan muammo qidirsak, tiqilib yotibdi hammamizda muammolarimiz. Lekin o'sha muammoni bartaraf qilib, chiroyli tarzda kelib o'qib ketishdi. Hattoki shunaqa narsa bo'ldi, onajonlari mashinada olib yurdilar, kelib